Siz bir necha hafta oldin mashina ko'rishga borgan edingiz. Mashinaning narxi 180 million so'm edi. Lekin bugun ko'rishga borsangiz, uning narxi 190 million so'm. Mashina o'zgarmadi, uning sifati ham o'zgarmadi. Lekin nega narxlar ko'tarildi? Buning sabablaridan biri dollar kursining o'zgarishidir. Bugun biz dollar kursi qanday ishlashini va nima uchun uning o'zgarishi kundalik xarajatlarimizga ta'sir qilishini gaplashamiz. Avvalo, dollar kursi nima ekanligini tushunaylik. Dollar kursi bu siz 1 dollar sotib olishingiz uchun qancha so'm kerakligini ko'rsatadigan qiymat. Masalan, 1 dollar 12 ming so'mga teng bo'lsa, siz 1 dollar uchun 12 ming so'm to'laysiz. Agar 1 dollar 14 ming so'mga to'g'ri kelsa, demak, dollar qimmatlashgan bo'ladi. Lekin nega bunday bo'ladi? Buning javobi iqtisodiyotning eng asosiy tushunchalaridan biri talab va taklif bilan bog'liq. Valyuta bozori ham boshqa bozorlar kabi ishlaydi. Agar ko'proq odamlar yoki kompaniyalar dollar sotib olishni xohlasa, dollarga talab oshadi. Talab oshsa, dollar narxi ham ko'tarilishi mumkin. Endi buni real hayotdagi misol bilan ko'ramiz. Ko'plab mahsulotlar boshqa davlatlardan import qilinadi. Masalan, telefon, avtomobil, texnika yoki ayrim xomashyolar. Kompaniyalarga chetdan mahsulot sotib olayotganda ko'pincha dollar kerak bo'ladi. Agar dollar qimmatlashsa, kompaniyalarning xarajatlari ham ko'tarilishi mumkin. Bu esa mahsulot narxiga ta'sir qilishi mumkin. Muhim nuqta shundaki, telefonning dollar hisobidagi narxi o'zgarmadi. U hali ham 500 dollar. Lekin dollar kursi oshgani uchun uning so'mdagi narxi ko'paydi. Bu faqat telefon bilan bog'liq emas. Valyuta kursidagi o'zgarishlar avtomobil, texnika, yoqilg'i va boshqa import mahsulotlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Demak, dollar kursi bu shunchaki raqamlar emas. U kompaniyalar xarajatlariga, mahsulot narxlariga va kundalik hayotimizdagi qarorlarimizga ta'sir qiladi. Iqtisodiyotni tushunish orqali biz atrofimizdagi o'zgarishlarni yaxshiroq anglay olamiz. Bu Ekonlov edi. Iqtisodiyotni o'zbek tilida oson qilib tushuntirib beradigan kanal.